けらたちを愛し育てた人がいた自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた後に続け青春たちよ後に続け遅くはないさ急ぐことは難しいが時に振り返ることはもっと難しいBuningdan taxminan 130 yil burun Shimoliy Yevropadagi tish shahar Stokgolmning bir bo'lumida Alfred Nobel ismli og'riqchan bir bola yashaydi. Uning dadasi ximiya olim bo'lib, Rossiyaga xizmatga ketgan edi. Bugun u dadasining Rossiyadan evatgan xatini topshirib oldi. Xatda yer minas yasayman debdi. Men yer minasini nima ekanligini uqmasam. Yer minasi deganimiz partlatqich dorining bir xil o'zgartirilgan shakli bo'lib, uni yagi ko'mish orqali hujum qilgan dushmanni bir xil tarbar qilib bo'ladi. Buningda minani ko'mgan taraf bo'lsa hech qanday chiqib tatmaydi. Men bundan keyin mana shu narsani yasab chiqmoqchi. Hozir sinov boshlandi. Xush xabar, muvaffaqiyat qozondim. Bundan keyin sizlarni akil bilan birga o'taylik. Apa, dadam qolsa ulug' kashfiyat ekan. U xetida zotimizni qurib olay deb qoldim debdi. Berib ko'rib kelgan bo'lsam, qolsa yaxshi bo'ladi. Nobel, yana bir mezgil ta'xir qil. Rossiya biyadin ko'p so'g'aq. Chidmay qolasanmikin? Hech qisi yo'q. Nobel og'riqchan bo'lg'achqa maktabda o'qiyanmagan. Ammo u hamisha jim o'ltirmaydi. U to'la og'irg'achqa kitob o'qishga boshqa bolalardan bakrak amroq edi. Hamma narsaga qiziqadi. Nemini ko'rsa, shuni qilib boqis keladi. Bo'libmi u dadasi yasagan portlatqich bombaga bakli qiziqib qolgan edi. Shunga opsi uningdan qattiq andish qiladi. Ammo u ham she'rga, ham rasmga amroq xushxuy bola edi. Qara buni. Ko'rdim. Men qaytib keldim. Akam kelibdi. Nobel, sinov natijangni etib keldim. Rostmi? Akra ko'rib boqay. Hammasi a'lochi bo'ptimi? Qolskansan jumo. Shuncha to'la og'ribmi? Yana hammasida a'lo bo'lgandikin. Appaq bola, dadang anglasa, qancha xo'sh bo'p ketdi. O'smir Nobel uchun kunlar nihoyatda baxtli o'tadi. Ammo g'oyda ba'zi bir yetishsizliklarmi bo'lib qoladi. Dadamni bir ko'rib olgan bo'lsam, qolsa yaxshi bo'ladi. Shu yil kuzda dadasidan oxiri xat va yo'l rasvodi keldi. Shuning bilan Nobel oilasidagilar bilan kemiga o'ltirib Peterburgga, ya'ni hozirgi Leningradga bordi. Oila a'zolarining jam bo'lgan vaqti oz qolgan edi. Dadam ana bizga qo'l shart qilyapti. O'smir Nobelga uzundan beri ko'rishmagan dadasi nihoyat ruh ko'rindi. Dadasi ularga ham cho'ng, ham hashamatlik uy tayyorlab qo'ygan edi. Opsi dastlabida Nobelning salomatligidan ansirgan edi. Ammo hozir bu isil uylarni ko'rgandan keyin uning ko'ngli joyiga tushdi. Nobelda ximiylik tajriba va zavoddagi xilma-xil ishlarni anglabla zo'r qiziqish paydo bo'ldi.
təcrübəxana partlatış bombasının materialları, yəni kaliy silistras, öngürt və yağaş kömürü qatarlıq nərsələr bilan tolub ketgan idi. Partlatqıç doğrusu degan şu. Qandaq? Tədqiqatını birlə qilamdıq. Bo'ladi, yaxshi gap. Atıbalı Nobelning tədqiqat temisi teximi zo'r partlash kuchiga ega dori yasab chiqishi edi. Qara partlatış doğrusu zamandan qaldı. Bunundan keyin nitronat poliglitserillik partlatış doğrusu işletilgan ekan. Shuningdan keyin Nobel dadisi bilan nitronit poliglitserillik partlatış doğrusining tajribasini birga ishladi. Bunda qudratli partlatış doğrusining insoniyat jamiyatida tunji qitim maydoniga chiqishi bo'lsa-mu, lekin uning yetarsizligi oz emas edi. Ya'ni uning partlash iqtidorini to'g'ri mo'ljalligili bo'lmaydi. Nobel 30 yoshga kirganda Shvetsiyaga qaytib keldi. U partlash iqtidorini mo'ljalligili bo'lmaydigan bu dorini bo'ysundirish uchun nurg'un qatim qayta sinab etdi. Muvaffaqiyat dada. Muvaffaqiyat qozondik. O kichkina pistonning ichiga portulg'ich simab qo'ydi. Mana bu Nobel tadqiqlab chiqqan nitronit poliglitserillik portulg'ich dorisining piltisi edi. Bu o'zgarishchan portlatish dorisi hozir har qaysi joylardagi qurilish o'rinlarida o'zining qudratini namoyon qilmoqda. Nobelning tadqiqotimi kundan kuniga gullanyapti. Ammo endi pulni toza topadigan bo'ldik. Dadisining ideyasida to'g'ri bo'lmagan ba'zi bir qarashlar paydo bo'lishga boshlagan edi. Dada meni ajab tanglit qo'yg'ili turdi. Qadrligim, men sizlarni hargiz portlatish to'g'risiga aylantirib qo'ymayman. Yo'q, uni cho'qim portlatish to'g'risi yasab qo'rqinchli bir nima chiqish kerak. Bo'lmaydi dada, unda qilsa qanday bo'ladi? Hey, bu ham davlatga foydali, ham o'zimizga pul topadigan ish. Bo'lmaydi. Uni elektr stansiyasi va tonel yasashga ishlatish kerak. Portlatish to'g'risi asli urush jarayonida taraqqiy qilgan. Fan texnikani urushga ishlatgandilar. U ondan taraqqiy qiladi. Oldi bilan uni urushga ishlatish kerak. Dada, siz nima desingizdan? Men bunday narsalarni portlatish to'g'risi yasashga hargiz yo'l qo'ymayman. Nobel o'zi uchun eng qadrli dadisining gapini bir yoqqa qayirib qo'ydi. Shuningdan keyingi bir mezgil ichida nurg'un joylarda nitronit poliglitserillik dorining portlash voqeasi yuz berdi. Bu voqea asosan nitronit poliglitserin suyuqligini o'tdan bir taraf qilinmaslik yoki o'tdan saqlayolmaslikdan kelib chiqqan edi. Keyin hatto Nobelning tadqiqot o'ylarimi portlab ketdi. Portlatish to'g'risi asli bo'ysundirg'il bo'lmaydigan narsa emas. Ishni boshdan boshlash kerak. Nobel uzun yillik tirishish orqali tadqiqot uyini qayta sep chiqdi va suyuq holatdagi nitronit poliglitserindan foydalanish usulini kecha kunduz jafoliq tadqiq qildi. Durust. Mening deganim shu. Shunda qilganda uni har qanday joyga bexatar yo'tkab qo'yib bo'ladi. Shunda qilib u nitronit poliglitserinni to'piga aralashtirdi. Nobel buningdan tuyuqsiz ilhomlanib,
bu qiyin masalani oxiri yashdi. Durust. Kuch qudrat. Bundan keyin uni qudratli dannamay portlatish dorisi deb atay. Bu dora seriq portlatish dorisi debmi ataldi. Shundaqla hozirgi zamon madaniyatini yoritishdagi eng dastlabki turtkilik kuchga aylandi. Uningdan burun ishlash mumkin emas deb qaralgan har qanday qurilish mana endi osonlik tutadigan bo'ldi. Ammo Nobel o'ylab boqmagan mundaq bir ish yuz berdi. Meni portlatqich dorilarimni urush ishlab kelib turibdimi? Bu qanday gap? Men ularni mushunday qilsin deb umr bo'yi. Lekin bu portlatish dorisining xatoligi emas. Gap uni ishlatgan odamda. Nobelning qarashicha barliq omillar ichida tinchlikparvar insonlar eng muhim omil edi. Shunga u keyin portlatish dorisidan topgan barliq boyligini fond qilib Nobel mukofotini ta'sis qildi. Şan sharafning simvoli bo'lgan bu mukofot Nobelning tinchlikni va insonlarning taraqqiyot ishlarini qizg'in so'ydigan qalbining mangu namoyandisi. 16 asrning oxirgi mezgilida Yevropa qit'asidagi nurg'un ko'chmanlar erkinlik va umidini deb Mayflower nomli kemaga o'tirib Amerika cho'ng quruqligiga keldi. Lekin Amerikaning echilgan rayonlarining ko'p qismi ta 18-asrning o'rtaligiga qadar yanada Angliya mustamlikchilarining qo'lida edi. Amerikaning mustaqillik jangi boshlanishdan burun Bostonning shahar atrofi rayonidagi chorvachilik fermasida kishilarning hurmatiga sazovar bir balla shoyi yashaydi. Anim bosu Yuhan bilası bir ilindi. Nimdiga yo'q, aka. Apla chatoq bo'ldi. Oldirab qo'shib ketmanglar. Biz tushmaganda muxoliflar tushgan. Cho'g'lar hamisha qilib tushadi-ku. Cho'g'larmi hamisha mishadi chiqiladi-ku. Shunda xo'sunamisa. Nima? Amalar bu yoqqa kelinglar. Ko'pchilik, biz bu toshlar bilan sosiqda bir piriston solsak qandoq? Piriston? Ko'pchilik, mau dugulaylik toshni ko'rdinglarmi? Bu toshlar bir piriston selishga yetib oshudi. Ammo bu o'y sog'il aka qo'ygan tosh tursa, O'y selish bilan piriston selishning qaysi ko'p sondagi kishilar uchun foydali. Bu biz astoydil o'ynashga tegishli masala. Uqdinglarmi? Yanılsa o'yinga. Ammo sen qaror qildik. Piriston selishni darhol boshlaylik. Qilindi. G'ayrat qilinglar. Qarab turinglar. Men qaranglar. Mana hozir.
Franklin kichik do'stlar bilan birga yasagan bu yo'l va Priston haqiqatan yaxshi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Hey, bomba çatak oldu. Çatak oldu. Tamam, haksız sordum. Bu Pristan'ın işçi yallab yasatmaganken. Duruz, bu çoğun Pristan çaqçaq qilgan işi. Ama ularına ait yaxşı yasaptı. Biz so'di qilsak, mala kirdiğanga lazım bo'lg'idek. Gapim to'g'ri mu? Sen tekin maqtab o'tabsan, ha? Qaysi tekkan u? Undaq ma'didan oshgan bormi? Bu çoğun bir balning qilgan ishi. Bir balının Franklin'in eli qaramzadisi şu. To'xtaslar. Çoğum şu. Franklin'in o'yi yetti balası var. O'g'il o'ni ba. Qaysi bo'g'iydi? Çoğum Franklin ismli heliqi o'ninchisi şu. Dal o'zi şu. To'g'ri. Çoğum şu o'ninchisi. Franklin deydigan eli qaramzadidan qilgan ishi. Franklin! Franklin! Bu yakışık! Bu yakışık! Arsız efendi, bu bala bir enesini buzuvette mi? Bir enesini buzuvetken gibi emez efendim. Boşundak mı iş kılamdı deymen? Bu işi hakikaten kamlaşmaptı. Franklin, rast şunda kıldın mı? Ha? Rast şunda kıldım. Manqara! Arset efendim, bu Priston hamma odamga foydali emasmi? Shunga men toshning egisimi cho'qim bu ishdan xo'sh bo'ladi deb o'ylayman. Ayting-a, shundaqmi? Quruq gap. Franklin, Arset efendining gapi o'rinliq. Balarim, sizlarning shu narsa jazma esinglarda bo'lsin. Kishilar uchun foydali ish qilishning o'zi yaxshi ish. Ammo buning bilan boshqalarga ziyon selish yaxshi ish emas. Yalğız bu işler emas. Dünyadaki barliq ishlarning hammasi shundoq bo'lishi kerak. Gapimni uqdingmi, Franklin? Uqdim dada. Arist efendi, men xato qilibman. Xafa bo'lmang, meni kechiring. Qandaqroq? Kerak yo'q. Bu bala karomat odam bo'g'dek. Shuningdan keyin Franklin ommaning manfaati uchun haqiqiy bosh qotirdigan bo'ldi. Keyin u aksining zavodida ishlagach o'gandi. 25 yoshga kirgan yili qiroatxona ochdi. Bu uning jamiyatga chiqib ishlagan ishining tunji qadami edi. Uningdan keyin pochtaxona boshlig'i va shaharlik parlamentning parlament a'zosi bo'lib saylandi. Olim Franklinning eng muhim faoliyati chaqmoq chiqishni sinab qilishdan boshlangan. Ayni vaqtda kishilar chaqmoqni Xudoning g'azabining ifodasi deb qaragan. Shunga portlatqich dora va moy qatorliq xatarlik narsalarni cherkovning yer osti uyiga qo'yib qo'ysa xatar chiqmaydi deb qaragan. Amaliyotda u narsalar o'xshashli chaqmoqning zarbisiga uchirgan. Kishilar chaqmoqning zarbisidan qanday mudofaa qilish kerak? Franklin bu haqda boshqalardan haqiqatan cho'nqir o'ylagan. Çok acayip bir oynaydı kadar. Qarala! Uçtu! Çaqmaq haqiqatan o'zgaradi ekan. O'ylamagan ish. Andaqda bu topni yeg o'lganda chaqmaqda qo'rqishdan ojiz qolmaydi ekan.
keyin Franklin yana kishilarning turmushiga xo'shallik ep keladigan eg'iz garmoni, cho'gin, qo'sh fokusliq ko'zoynak qatorliq narsalarni kashf qilgan. Davrga ergishib uzluksiz olg'a besiyotgan mijozi ochiq bu amerikalik zot keyin Amerikaning mustaqilligi uchun qahramonlarcha jangga qatnashgan. U Amerikaning mustaqillik urushi mezgilida siyosiyon va diplomat sifatida egilmay sunmay kurash qilgan. Erkinlik uchun elib berilgan bu urush oxiri muvaffaqiyat qozongan. Hozir Amerika mustaqil bo'lg'ili 200 yildan oshdi. Amerika xalqi hozirmi bu zamin uchun ishlashni sharaf deb biladi.